Assalomu alaykum. Mana Imom Buxoriga keldik. Imom Buxoriy kirib ketyapmiz. Ikkinchi Toj Mahal bo'lib ketdi. Naqadar tabiat o'ta chiroyli to'shashibdi. Hissa qo'shgan hammaga rahmat. Hamma go'zal. Ikkinchi Toj Mahal mana. Tabiatdan ko'rib bahra olaverasizlar mana. Eng zo'r manzara mana bu manzara bo'ladi do'stlar. Mashalloh. Bizi yurtda ham mana Imom al-Buxoriy majmuasi yangitdan qurib bitkazildi. Ko'rib odam zavq oladi, mazza qiladi. Hamma yurtdoshlarimiz xursand. Manzara. Mashalloh deganlar. Mana sekin ichkariga kirib boramiz. Ichkarida nimalar borligini ko'ramiz, xudo xolisa. Mahobatini qaranglar. İçkariga kirib ketyapmiz. Kirish bu tomondan ekan. Mana ichkariga kirib kelib oldik. Valloh onachilar. Kontent yoqayotgan bo'lsa bitta like mana gumbazimizni mahobati. Pasta. Mashalloh. Mashalloh, mana kirib kelishimiz bilan Imom Buxoriy bobomizni sahnalari ko'rinadi. Me'morchilik san'ati.
Kun quyoshli. Misol videomiz sifatiga ta'sir qilib turgan bo'lishi mumkin. Uzr so'raymiz. Ichkari o'ta keng. Sayohatchilarga hujum mana. Masjidimiz. Yo'q, qalay bo'lyapti? Birov istarlab berolmaydi buni hech kim. Faqat kelish kerak, ko'rish kerak. Kelib ko'rish kerak faqat. Bismillah. İmam Buxoriy bobomiz mana sahnalari. Keluvchilar uchun tilovat qiladigan joylar, salqin. Hamma sharoitlar yaratilgan sayohatchilar uchun. Meni shuncha hadis to'plab kelayotgan mehnatim zoya ketishiga oz qoldi deydi. Az mehmonlar Imom Buxoriy ana shunday qiyinchiliklar bilan arab diyorini kezib 600 mingdan ziyod hadislarni to'plab va ular ichidan 7275 ta sahih hadislarni ajratib, ularni kitob shakliga keltirdi. Arablar Imom Buxoriyga unvon beradi. İmam-ı Dünya, bütün dünya imamlarının imamı, hadisler ilmini büyük sultanı degan unvon bo'lgan. 16 yoshda Arab diyoriga borgan Imom Buxoriy 58 yoshlarda vatani Buxoroga kelsa, akasi ham, onasi ham olamdan o'tib ketgan ekan. Qarang, Imom Buxoriy butun Buxoro xalqiga ilm o'rgatdi. Buxoro xalqi bu insonni juda hurmat qilgan. Bu ko'pchilikka yoqmagan. Az mehmonlar, Buxoroda o'sha davrda amir bo'lgan Xolid ibn Ahmad Zuhali Imom Buxoriy diyoriga chaqiradi. Sen deydi xalq emas, faqatgina kelib meni farzandlarimga ilm o'rgatasan deganda, Imom Buxoriy shunday hadis aytadi. Beshikdan to qabrgacha ilm izlanadi amirim. Farzandlaringiz mening madrasamga kelib, mening madrasamda tahsil olsin deganda amir men aytganimni qilmadi deb bu kishini Buxorodan quvg'in qilishlikni buyuradi. Imom Buxoriy ona vatani Buxoroni majbur tark etib, mana shu qishloqqa keladi. Bu qishloq Xartang bo'lgan. Bu qishloqda Imom Buxoriyning bittagina qarindoshi G'olib ibn Jibril bo'lgan. Imom Buxoriy kelgan, mana shu qishloqda yashagan, qo'lim topgan, lekin kasal bo'lib qoladi. Qarang, vafoti tarihi shunday kelganda, Imom Buxoriy xastalik paytlarida hozirgi Samarqand shahridan mana shu qishloqqa bir chopar keladi. Chopar aytadi, Samarqand ulamolari ertangi hayit namozida ustozlik qilishingizni so'rayapti. Rozilik bildiradi, bu kishiga ot keltiradi. Imom Buxoriy ot yoniga borar ekan, bitta uzangilarga oyog'ini qo'yib, ikkinchi uzangiga qurbi yetmaydi, otga minolmaydi. Imom Buxoriy shunday vasiyat qildi. Meni vafotim yaqin shu qishloq qabristoniga dafn qiling deydi. Bu insonda farzandlari, oilasi bo'lmagan. Imom Buxoriy uzoq vaqt duolarda bu dunyoni umuman tark etadi. Bu melodiy 810-yil Buxoroda tug'ilib, melodiy 870-yil Ramazon oyining oxirgi kuni bo'lgan 61 yoshida mana shu Xartang qishlog'ida vafot etdi. Qarang, Imom Buxoriy vafot etganidan so'ng
jasadidan ter quyilgan ekan, ter. Bu holatning sababini hech kim bilmagan. Bu kishining o'zining maqsadiga ko'ra mana shu yerda qabri bor, dafn qilinadi. Dafn kechasi qabrdan nur taragan, xushbo'y hidlar taragan. Qarang, odamlar kelib deydi, qabr tuprog'idan xonadonlarga olib keta boshlagan. Bir ulug' insonning qabr tuprog'i dardmanlarga shifo bo'lyapti deydi. Tez orada qabr ochilish joyiga kelib, yon atrof mutasaddilar qabrni tuprog'idan yopib, yog'ochlar bilan o'rab, Imom Buxoriyning qabri 10-asrlardan ziyorat qilib boshlandi. Hozir asl qabrini ham ko'ramiz. Suhbatimiz so'ngida 2 daqiqani bir voqeani aytib o'taylik. O'sha payt Imom Buxoriy vafot paytlari bu joylar qabriston bo'lgan, masjid bo'lmagan. 16-asr yarmiga kelib Buxoro xon Abdullohon bu yerda masjid qurdi, qabrlar o'tkazildi va ziyoratgoh Sovet ittifoqi davrida omborxonaga aylandi. Az mehmonlar 2 daqiqa e'tibor bering. 1956-yillar bu joylar butun dorixona, xarobalik, mana bu tomon yosa o'tgan chang ko'chalar, mana bu yerlar yomg'ir yuvgan devorlar bilan o'ralishgan. Mana bu yerda 250 kishilik namozxona bor. 1956-yili Indoneziyaning prezidenti bo'lgan Sukarno Moskvaga davlat ishlari bilan borib, Moskvada Imom Buxoriyning qabrini ziyorat qilishlikni so'raydi. Imom Buxoriy o'zi u kim? Qabri qayerda hech kim bilmagan. Topinglar deydi, O'zbekiston, Buxoro. Buxorodan topolmagan. Az mehmonlar ba'zir mana shu yerdan topib qarasa, butun xarobalik mehmondor qilishga ruslar uyaladi. Aytadi, o'lkamizda juda uzoq joyda ekan. Bu yerlarda samolyot qo'nadigan joy yo'q. O'zimizda mana Lenin mavzoley bor deganda Sukarno yig'ladi. Ko'ziga yosh oldi. Men topilganiga shukr, men piyoda bo'lsa ham borishga tayyor bo'lib turibman deydi. Qarang, olib keladi qo'ydi, majbur bo'lgan. 3,5 kun bu yerlarni tozalab, yo'llar qarang, ko'chalar bir kechada asfalt bo'lgan. Tozalaydi, devorlarni ohanglaydi. 4-3 kuni kechasiga to'g'rilab olib kelgan. Indoneziya prezidenti ko'chadan yalangoyoq kelgan. Az mehmonlar hovliga kelganda emaklagan holatda kelib, bu yerga joynamoz to'shatadi. Chunki u inson qori bo'lgan. Rahbarlar o'ylaydi, yarim soatda chiqib ketadi. Qori tong otguncha shu yerda yig'lab Qur'onni o'qigan. Qarang, tong otib xaroba joydaligini ko'rib yig'ladiki, musulmonlar deydi. Shunday buyuk muhaddisning qabri abadiy qo'nim topgan joylari shu yermidi? Agar sizga kerak bo'lmasa, beringlar, men olib ketayin. Qancha kilogramm qabr tuprog'i bilan olsam, agar tuproq to'lma bo'lsa, vatanim hisobidan men sizlarga to'lma tilla beraman deganda, O'rta Osiyo muxlisi Ziyoduxon Boboxonov aytar ekan. Agar siz olib ketaman desangiz yo'q deya olmaymiz, lekin avlodlarimiz so'rasa biz nima deb javob qilamiz deb qabrni joyida saqlab qoldi. Az mehmonlar o'shandan so'ng mana o'sha eski masjidlar 1998-yili buzildi. Endi guvohi bo'lib turdik hammasi. Men bu yerdan 250 kishilik namozxona buzilib, uni mana Chinor Koreysdan 1200 kishilik namozxona qurildi 98-yilda. 8 oyda qurildi. Bular ham buzilib 2021-yilda. Qarang mehmonlar, 5 yil ichida O'zbekiston, Turkiya, Hindiston, Pokiston, Tojikiston eng qo'lgul ustalar tomonidan mana shular hammasi. Bu yerda 27 ta mehmonxona, 4 ta katta to'ratxona, maqbara, namozxonaning balandligi qarang 41 metr, minoralar 75 metr, maqbara 27 metr. Az mehmonlar 174 ta ustum Hindistondan keldi. Ichkari toshlari Turkiya. Mana bu oq rangdagi toshlar Gretsiya. Zumrad toshlari bilan ishlab berilgan. Zumrad, izmrud deydi. Bu kunlardan da qimmatbaho toshlar bilan Hindiston ustalari maqbaraga qo'ydi. Azlar, siz bugun ziyoratdasiz. Bu joy 63 gektar bilan o'raldi. Hozir mana ziyoratdan duo qilaylik. Duo so'ngida hammamiz Alloh nasib Imom Buxoriyning asl qabri yoniga boramiz. Ilohi amin. Ilohi amin. Telefonlarni to'xtatib, bir telefonsiz Ibrohim. Alloh taolo har bir bosib kelayotgan qadamlaringizga ajr va mukofotlar bersin. Amin. Xonadoningizga tinchlik, xotirjamlik, Alloh baraka bersin. Amin. Bolalarimizga ilm bersin, baxt taraflarga baxt bersin, farzand taraflarga farzandlar bersin. Azlar, dardmanlarimizga Alloh shifo bersin. Mana ziyoratga kelib, duoga qolachib, Allohdan yaxshi niyatlar so'rayapsizlar, Alloh yetkazsin. Kelajakda mana shu joylarga hoji otalar bo'lib, mana hoji onalar bo'lib kelib, shukronalarni yana qayta-qayta kelib duolarda turishlikni Alloh har birlaringizga nasib ro'zalagan bo'lsin. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasanatan va qina azabannar bi rahmatika ya robbim. Allohu akbar.
ziyoratlar qabul bo'lsin. Savollar bo'lsa so'rang, xizmatimiz Alloh yo'lidan madading amin. Alloh akbar. Mana qabrlarga tushib deyapmiz. Mana pastga qabrlariga ham kirib chiqdik. Erta telefon ishlatish mumkin emas ekan. Mana shu sahnani pasti qabrlari ekan, o'sha burchakdan tushilar ekan. Mana muzeyga ham kirishga harakat qilamiz hozir. Yaxshi kontent yaratib beramiz.